Assalomu alaykum aziz foydalanuvchilar, aziz ustozlar. Xo'p, Edugames o'z platformamizga yangi metod qo'shildi. Demak, bu yerda guruhlarga bo'lish orqali ham demak so'zlarni yoki rasmlarni aytaylik, sonlarni guruhlarga bo'lish degan bir metod qo'shdik. Hozir buni sizlarga ko'rsatamiz, qanaqa foydalanishni. Misol uchun mashq nomi so'z turkumlari, topshiriq tavsifi berilgan so'zlarni guruhlarga bo'ling. Demak, guruhlarimizni o'zimiz sinfdan, mavzudan kelib chiqib guruhlar tuzamiz. Misol uchun ot, son, sifat, fe'l kabi guruhlar bo'lsin va bu guruhlarga so'zlar biriktirib chiqamiz. Misol uchun ot. Ot degan guruhga mana misol uchun qalam, daraxt, o'qituvchi, maktab, kitob kiritdik. Bularni hozir o'chirib turamiz. Bu keyingi metodni ko'rsatamiz, qanaqa foydalanishni hozircha. Xo'p, buni o'chiramizda. Xo'p, demak, ot guruhga mana 5 ta so'z qo'shdik. Endi bu yerga ikkinchi son degan guruhimizga ham bir 5 ta so'z. Bu yerda rasman qo'shish mumkin yoki so'z kiritish mumkin. Xo'p, menda bu yerda bor. Xo'p, songa demak 1, 5, 10 Xo'p, 1 bo'lsana 1 element qo'sh deb ketaveramiz. 1, 5 element qo'shish. 6. Xo'p, endi sifatga qo'shadigan bo'lsak, demak yaxshi, chiroyli kabilar. Xo'p, yaxshi degan so'zni qo'shamiz. Element qo'shish demak chiroyli. Xo'p, katta, kichik, qizil kabi katta, kichik bo'lsin. Xo'p, element qo'shish. Endi keyingi guruhimizga fe'l degan guruhimizga ham qo'shamiz. O'qimoq, yozmoq. O'qimoq, yozmoq, yugurmoq, yugurmoq. Xo'p, qo'shdik, element qo'shish. Endi boshlash tugmasini bosganimizda, demak nima deyapti topshiriq? Berilgan so'zlarni guruhlarga bo'ling. Okey. Xo'p, so'z turkumlari. Demak, bu yerda 4 ta guruh kelib chiqadi va pastda berilgan so'zlarni shu guruhlarga biriktirishimiz kerak. Xo'p, ot. Bu so'z berilgan so'zlardan ot so'zlarini topamiz. Ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlar. Misol uchun maktab, mana maktab. Songa demak son so'z turkumiga kiruvchi 1 mana sifatga. Xo'p, yaxshi misol uchun fe'lga hozir tak yugurmoq. Xo'p, o'qituvchi otga hammasini joylab bo'lganimizdan keyin tekshirish tugmasini bosamiz. To'g'ri ishlasa demak bu yerda beradi, noto'g'rilar joyiga qo'yilmagan 10 ta deyapti, to'g'ri 5 ta deyapti. Qayta urinish. Mana birni misol uchun sifatga beradigan bo'lsak, yugurmoqni songa beradigan bo'lsak, tekshirish bossak xato beradi va bu yerda noto'g'ri 2 ta deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu demak ona tili darslarida foydalanish uchun edi. Hozir sizlar bilan boshqa mavzuni ham ko'rib chiqamiz darsimiz davomida.